Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan televizorda antennasiz TV kanallar ko'rishni o'rganamiz. Buning uchun televizoringiz smart televizor bo'lishi kerak. Smart televizor orqali bugun antennasiz kanallar ko'rishni o'rganamiz. Buning uchun Google account kerak bo'ladi. Google account kiritishni hamma bilsa kerak. Meni televizorimda Google account kiritilgan. Buni ochishni, kiritishni ko'rsatib o'tirmadim. Hamma bilsa kerak. Play Marketga kiramiz va bizga kerakli bo'lgan programmani ko'chirib olamiz. Mediabox programmasi kerak bo'ladi bizga. Mediabox programmasini ko'chirib olamiz. Xo'sh, ko'chirib oldik. Endi bunga programmaga kiramiz. Programmaga kirganimizda hech qanday akkaunt yoki bir boshqa narsa kiritish shart emas. O'zi nastroyka qilib oladi. Uztelekomdan berilgan login orqali, chunki bu Uztelekomning programmasi. Xo'sh, mana programmamizni ochdi. Mana kanallar, filmlar, seriallar, multfilmlar ko'rsa bo'ladi. Biron bir telekanalni ochamiz hozir. Новостной film, regionalniy, HD kanallar. Bu programmani yana bir qulaylik tomoni, ko'rayotgan vaqtingizda biron joy ishingiz chiqib qolsa, pauzani bosib to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Kelib yana qolgan joyidan davom ettirib ko'rishingiz mumkin. Bu programmamizda o'zbek va rus kanallari mavjud. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Hozir Mediaboxda aksiya bo'lyapti. 15-fevralgacha hamma kanallar bepul tomosha qilishingiz mumkin. 15-fevraldan aksiya tugaydi va pul to'lashingiz kerak. Bu programmada o'rganib oldik. Yana bitta programma bor. Balki bu programma kimlargadir to'g'ri kelmasligi mumkin. Sizlar bilan u ikkinchi programmamizni ham o'rganamiz, qanday o'rnatishni. Telekom TV programmamiz bor. Bu programma ham Uztelekomga tegishli. O'rnatib olamiz programmamizni. O'rnatib oldik programmamizni. Endi nomer terishimiz kerak. Telefonimiz Uzmobile bo'lishi kerak. Hozir telefonimizni terib ko'ramiz. Xo'sh, mana kirdi programmamizga. Endi kanallarni qo'yib ko'ramiz. TV. Xo'sh, mana ko'rsatdi. MMA TV bor ekan. Kinomix, Murskoy kino. Bu yerda ham rus kanallari va o'zbek kanallari mavjud. Xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi.
antennasiz kanallarni ko'rish. Bu programmamizda ham pauza play knopkasi mavjud. To'xtatib qo'yishimiz mumkin va yana davom ettirishimiz mumkin. Bu video orqali kimgadir yordamimiz tekkan bo'lsa, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ko'rishguncha hammaga.